Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yer yuzidagi eng tez yuguruvchi hayvonlar haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Kuchli o'ntaligimizning 10-o'rinda bo'ri soatiga 60-65 km tezlikda yugura oladi. U tezlikni uzoq masofalarga ham barqaror ushlab tura oladi. 9-o'rinda Afrika yovvoyi iti. U soatiga 66 hamda 72 km tezlikda yugura oladi. Jamoaviy ovda yuqori tezlikni juda zo'r saqlaydi. 8-o'rinda ot. U soatiga 70 km tezlikda yuguradi. Ayrim zotlari esa hattoki 88 km tezlikda ham yugura oladi. 7-o'rinda Jayr, Black Buck antilopasi. Soatiga 72 km tezlikda yugura oladi. Bu hayvon Hindistonning eng tez yuguruvchi hayvonlaridan biri. 6-o'rinda qizil bo'ri soatiga 70 km tezlikda yugura oladi. U o'ljasini uzoq masofadan quvishda juda ham samarali hisoblanadi. 5-o'rinda sher soatiga 80 km tezlikda yugura oladi. Qisqa masofada tez yuguradi, lekin uzoq masofaga yugura olmaydi. 4-o'rinda loy gazeli. U soatiga 80 km tezlikda yugura oladi. Hattoki u yirtqichlardan qochishda juda ham chaqqon hisoblanadi. Yirtqichlardan qochayotgan vaqtda soatiga 90 km tezlikka ham chiqa oladi. 3-o'rinda Springbok soatiga 88 km tezlikda yugura oladi. Sakrash va burilish tezligi ham juda ham mashhur. 2-o'rinda Pronghorn, Amerika antilopasi. Soatiga 88-98 km tezlikka ham chiqa oladi. Uzoq masofaga yuqori tezlikni saqlab ham tura oladi. Va nihoyat, 1-o'rin Gepard soatiga 112-120 km tezlikka chiqa oladi. Dunyoning eng tez yuguruvchi bu hayvoni qisqa masofada bu tezlikka, ya'ni 20-30 soniyada 0 km dan 100 km tezlikka ham chiqa oladi. Bu dunyoning eng tez yuguruvchi hayvonlar ro'yxati hisoblanadi. Kanalimizga obuna bo'ling va eng qiziqlari hali oldinda.